Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi videomizda men sizlarga Trompik sayt haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bu saytdan qancha pul ishlasa bo'ladi va qanaqa qilib darajalar oshirish va qanaqa qilib pul kiritish hamma savollaringizga shu videoda javob olsanglar bo'ladi. Videoni o'tkazmay tomosha qilsanglar, biz videoni boshladik. O'rtoqlar, video ostiga opisiya va kommentariyada ssilka orqali kirib ro'yxatdan o'tganingizdan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi. Va pastroqqa tushsanglar, sizlarda mana shunaqa nima desa bo'ladi? Sizlarda mana shunaqa jadval chiqadi. Bu jadvalda nimalar ko'rsatilgan? Bu joyda sizni darajangiz, ya'ni sizga mana shu ko'rsatilgan darajalar bu sizni darajangizga qarab qancha pul to'lanadi. Masalan, Stone urovenda sizlar birinchi kirganlarda shu darajada bo'lasizlar. Sizlarga 0.5 tron taqdim etiladi har soatda. Buni qanaqa qilib olasizlar? Mana shu joyda pastda mana timer tugaydi, sizlarga kapcha beriladi. Shu kapchani terib, bonuslarni olsanglar bo'ladi. Men hozir ko'rib turibsizlar, bronz urovendaman. Men 0.2 trondan olyapman soatiga. Agar sizlar master darajasiga keladigan bo'lsanglar, soatiga 30 trondan olasizlar. Bu degani sizlar har soatda $5 olasizlar degani. Juda ham zo'r o'rtoqlar. Shuning uchun hozirdan harakat qilsanglar, sekin-sekin bir oyda yoki bir necha oylarda natijaga yetishib, soatiga $5 dan bonus olsanglar bo'ladi. Buning uchun o'rtoqlar, men ozgina depozit kiritaman. Depozit knopkasini bosaman va manzilni saqlanib qilib olaman. Pair kashligimda pul bor, o'sha pairga o'taman va tron bo'limiga o'tib, transfer money degan joyga kiraman va bu yerdan tronni tanlab bu joyga manzilni kiritaman va bu joyga 100 tron tushiraman, hozir ko'rasizlar. Va 100 tronimizdan sekin chiqarib olamiz. Transferni bosdik, confirm. Ko'rdinglar, 100 tron chiqib ketdi bizdan. Endi saytga kiramiz. Download beramiz. Ozgina kutiladi va bizda pul ko'rinadi. Hozir buni ham ko'rsatib o'taman. Xo'sh, hali tushmabdi. Bir necha daqiqada tushadi o'rtoqlar, shuning uchun ozgina kutamiz. Mana o'rtoqlar, 1 daqiqa o'tmasdan 100 tron bizga tushib keldi. Bu 100 tronni endi nima qilsak bo'ladi? Endi biz games o'yiniga, games bo'limiga o'tamiz. Games bo'limidan o'zimizga yoqqan o'yinlarni o'ynashimiz kerak bo'ladi. Hozir men sizlarga Dogecoin'ning kursini ham ko'rsatib o'taman o'rtoqlar. Masalan, har soatda tron ko'rsatmoqchi edim. Uzr. Tronni ko'ramiz. Hozir 24 sentni tashkil etayapti. Masalan, 100 ta tron hozir men $24 kirgizdim saytga. Ko'rdinglar o'zinglar, ishonchli bo'lgani uchun. Bu yerdan men ruletkani tanlayman. Bu men uchun eng yaxshi o'yinlardan biri. 1 milliondan mana bu joyga 2 marta qo'yaman va spinni bosaman. Mana bu yerda baraban aylanadi. Ko'rib turibsizlar, bizga 1x qaytdi. Ya'ni bizga mana shu yerga ko'rsatilgan qizil, qora hammasiga tushsa bizga 1x qaytib keladi. Agarda mana shu yashilga tushsa biz yutqizamiz. Avtoni qo'yaman. Avto spinni bosib qo'yaman, qani ketdi. Pulimiz qaytdi. Pulimiz ko'rdinglar, yana qaytdi. Shu taktika bilan ancha o'yna olsanglar bo'ladi. Mana 5 marta o'ynashni tavsiya qilaman, undan keyin to'xtatinglar. Ko'rdinglar, bizda yaxshi natija bo'ldi. Mana ko'rdinglar o'rtoqlar, endi boshqa o'yinlarga o'ynasanglar bo'ladi. Masalan, minus o'yinida ham. Xo'sh. 1 tron bilan o'ynaymiz. Qani? Minani bittalik qilib olamiz. Betni bosamiz. Va bir chetdan bosamiz. Xohlagan joyingizdan bossangiz bo'ladi. Xo'sh, mana. Bu yerda ham o'rtoqlar 3
marta yoki 5 marta uzog'i. Mana. Men uncha ko'p o'ynayman o'rtoqlar, chunki nima desa bo'ladi, yaqinda o'ynagan edim, o'shaning uchun menga 3 ta yo 4 ta yetadi. Keyingi o'yin o'rtoqlar mana shu ruletka bilan mana shu minus o'yini eng yaxshi o'yinlardan biri. Men ko'rdinglar, sekin-sekin ko'tarib oldim. Endi dice o'yinida ham taktika bor, bu yerda ham risk bor o'rtoqlar. Mana qo'yasizlar. Ana shuni avtoni yoqib qo'yasizlar. Avto qilib qo'ysanglar bo'ldi. Просто tak оборот aylanib turadi. Просто mana qizilga tushsanglar, dal davom etib ketaveradi. Bitta qizilni yutqizasizlar mana bunda, lekin 1 gram yutqizmaysizlar. Foydaga chiqmaysizlar, to'g'ri aytganda mana. 100 ming tikib 1000 yutasizlar. Tushunasizlar? 100 dan 1% yutasizlar. 99% yutqizib qo'yasizlar qizilga tushsa. Atak qizilga tushishi juda ham kam bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, sekin-sekin balansimiz kamaydi. Endi men balansni sal ko'tarib, pulimni chiqarishga qo'yib yuboraman. Hozir buni ham ko'rsatib beraman. Xo'sh, 11 tron оборот qilsak, keyingi bo'limga o'tar ekanmiz. Limboga kiramiz. Xo'sh, qani. Xo'sh. Taktikani yo'q, mana shuni birdan qilaman hozir. 1 qani. Yo'q. 1.45 yaxshi. Qani ketdi. Yutqizdik. Bittaga oshiramiz. Yutdik. Qani. Yutdik. Bu o'yindan xuddi shunaqa qilib, o'yinda sekin-sekin oshirsak bo'ladi. Xo'sh, endi bu pulni sekin chiqarib olsam ham bo'ladi, lekin mana shunaqa qilib оборот qilib o'ynasam ham bo'ladi. Buning uchun baribir risk kerak bo'ladi o'rtoqlar. Agar riskdan qo'rqmayman desanglar, o'ynasanglar bo'ladi o'rtoqlar. Bitta aytib beramiz. Bitta tron bilan o'ynaymiz qani. 1-2 tron qilib men o'yindan chiqib ketaman. Qani 1 yutqizdim. Yutdim. Yutqizdim. Yutdim. Qani yutqizdik. Yutdik. Yutqizdik. Yutdik. Yana bitta yutsak bo'ldi, chiqamiz. Mana 1-2 bo'ldi o'rtoqlar. Ko'rdinglar 1-2. Mana ko'rib turibsizlar. Hozir yana 0.1 tron o'ynab olsak, biz 40% ga o'tar ekanmiz. Buni hozir bitta o'ynab olib qolamiz. Mana. Bo'ldi o'rtoqlar. Biz 40% ga o'tdik. 2000 ta tron оборот qildik. Ko'rdinglar, level oshirish juda ham oson, просто pul kiritib, riskdan qo'rqmaslik kerak. Risk qilishga agar qo'rqadigan bo'lsanglar, bu o'yinni tavsiya qilmayman. Bu baribir o'yin. Nomi bilan o'yin, yutqizish yo yutish bo'ladi o'rtoqlar. Shuning uchun o'zingizga qarab o'ynasanglar bo'ladi. Va bu yerda hozir ko'rgan bo'lsanglar, boshida 111 ta edi bonusimiz. Hozir 115 ta bo'libdi. Bu joyga o'tadigan bo'lsanglar, mana bu rolni bosadigan bo'lsanglar, sizlarga bonuslar chiqib kelaveradi mana shu. 115 ta bonusim bor. Masalan, mana shu hozir o'zida orada men bilan ham chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun o'rtoqlar, qancha ko'p o'ynasanglar, sizlarga поддержка beradi saytda o'zi. Bu pulni bemalol chiqarib olsanglar bo'ladi. Xohlasanglar o'yinlarda o'ynab yutishingiz ham mumkin. Ko'rib turibsizlar. Kichkina summa bermaydi baribir. Normalniy.
boshlanishiga yaxshi o'rtoqlar. Bo'ldi o'rtoqlar, mana shu 4 tani ham to'g'irlab 100 ta qilib qo'yaman. Keyin davomini ko'ramiz. Keyingi videoning nechta bo'lishini buni keyingi videoda ko'ramiz o'rtoqlar. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, keyingi videomizgacha, ya'ni qancha ko'p aktiv bo'laman, o'shani bilib olsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kanalda qolishdan umid qilaman. Kattakon rahmat.